Assalomu alaykum. Avvalambor butun Instagram, butun internet ahli hozir bitta videoni ko'rib juda ham yomon bo'lib ketdim. Mazam bo'lmay qoldi. Ozoda Nursaidovaning klipida, klip jarayonida bo'lgan hodisadagi qizni ko'rib juda yomon bo'lib ketdim. Bu faqat men emas, butun internet olamini hozir juda ham xavotirga qo'ygan tema bo'lyapti. Hozir shunaqa video ko'rdim, u qiz nogiron bo'lib qopti. Vicdan qani, oqibat qani, undim ko'ngli pok mehribon. Hech kimni boshiga Allohim tushirmasin. Shu narsa bo'lishi kerak ekan, Alloh taolo xolagan ekan bo'ldi. Shu narsaga, shu qizi taqdirida shunaqa yozilgan ekan, bo'ldi. Bunda ham bir xayr bor. Inshaalloh mana shu qiynalganlarini Allohim shu qizi gunohlari bo'lsa, o'zi ro'za Ramazon oylarida kechirsin va mana shu qizimizni Allohim jannat bilan siylagan bo'lsin inshaalloh. Alloh biladi. U yoqda kim nima bo'lgan, nima qo'ygan bilmaymiz. O'shaning uchun birovni ayblab, birovni ayblamaslikni ham bilmayman, lekin bitta narsani bilaman. Mana shu narsalarga o'qimasdan, savodsizlikdan, men chiroyliman, men Barbie kukla modelman deb umuman hech qanaqa kollej, universitetlarga o'qimagan qizlarni yoki bolalarni o'ziga production deb ochayotgan Ahad Qayumga meni murojaatim. Hurmatli Ahad Qayum, men sizni productioningizni bilmayman, lekin men ham shu sohani bitirganim uchun, san'at sohasida aloqam bo'lgani uchun madaniyat san'at kollejini bitirganman, teatralni o'qiganim uchun aytamanki, hurmatli Ahad Qayum, shuncha xalqni noroziligiga qaramasdan ijod qilishni davom etyapsiz, mayli, lekin o'zizga o'xshagan productionlarni yig'ib olganingiz uchun Volkswagen mingan qiz sizni productioningizdan chiqqan. Hozir sizni podleshka qilayotgan qizingiz ham sizni productioningizdagi qiz. O'qiganmi, ma'lumoti bormi, yo'qmi, kliplarga chaqirib olsiz. Siz o'sha katta san'atkorlarning klipiga ham siz tavsiya qilasiz yoki kinolarga aktrisa so'rasa siz tavsiya qilasiz. Institutda shuncha o'qiyotgan aktrisalar bor. O'qiyotdi shu 4 yillar pul sarflab o'qiyotgan aktrisalar bor. Yillab o'qiyotgan aktrisa, aktyorlar bor. Bilaman, juda ham ko'p aktrisalar chiqqan sizni productioningizdan, lekin hozirgi yoshlarni productioniga mana shu Ozoda Nursaidovaning klipiga ham siz tavsiya qilgan ekansiz shu qizni. Hozir men o'zim hal qilaman, bo'ldi deb qizni tarafini olayotgan ekansiz. U qiz 17-18 yoshli qiz ekan. Balo bormi siz unga, voy bu meni mashina haydashni biladi deb siz ham sababchi bo'lib qoldingiz. Allohning huzuriga borganda nima deb javob berasiz? Hurmatli Ahad Qayum, yetishtiring shunaqa kadrlarni, ya'ni ilmsiz, savodsiz, o'qimagan, faqat ko'rinishi bor, chiroyli Barbie o'xshagan qizlarni olib chiqib, mana shunaqa qilib savodsizlikni oshiravering Ahad Qayum. Oling sizga mana shunaqa aldangan kelin, aldangan kuyov qilib yuravering. O'sha qizga mashina bergan odamni ham jarimaga tortish kerak. Men qizni ko'rib mazam qochib qoldi. Noto'g'ri gapirayotgan bo'lsam, avvalambor Alloh kechirsin meni. Sizlar ham ming bor uzr so'rayman gapirgan, lekin ichim achib ketyapti. Mana bir ayol kishi nisbatan u qiz bola edi. Yoshgina, nozikkina qiz ekan. U qiz ona bo'lish kerak edi. Nima deydi? Yomon bo'lib ketgan ekan. Men uni suyaklari nogiron bo'lib qolganini ko'rib chidolmadim. Juda yomon holatga tushdim. Kim nima desa desin, hozir Allohdan har doim ro'za Ramazon oyida duo qilaylik, xayrlisi bo'lsin insonlar. Allohim o'zi kifoya qilsin. O'sha mashinaga urib ketgan qizni profilidan kecha bitta video olib istoriya qo'ygandim, o'chirib tashlabdi. U qiz ko'p videolarni o'chirib tashlabdi. O'sha qizga ham aytaman, vijdoningiz bo'lsa, yaxshi qiz, asalim. Bilmayman qanaqa vaziyatdasiz, balki pishamondirsiz, balki vijdoningiz qiynalayotgandir. Bilmayman, qalbingizni Alloh biladi. Bundan keyin qisib yuring.